Aprel oxirigacha 1 milliondan qilib 1 million. Mana sizlarga bochgan zo'r lokatsiyasidan qaranglar, tabiatni go'zalligini qarang. Polni atrofini shunaqangi toza havo bilan zo'r dach topib qo'yganman. Hozir dachga kirib bitta egalar bilan suhbatlashamiz. Egasim kayka eshik ochdi. Xususiy qalaysan? Tinchimsan? Mazang yaxshimi? Keluvdi dachang yog'ingni. Yur, boshla. Kir, do'stlar. Dachani qaranglar, hovlisini, zo'rligini, idealligini qarang. Shunaqangi zeleniy zona, ichkarida hamma sharoitlar bor. Tepi terraslarni qilib qo'ygan, zimniy basseyn, letniy basseyn suv solasan yaqinda. Suv solinadi. Stolni tennis bor, ichkarida hozir hamma sharoitni ko'rsatib beraman. Og'ayni ko'rsatsa, necha pul qilib berasan? Aprel oxirigacha 1 milliondan qilib 1 millionda. Shanba kuni dogovorni. Dogovorni. Obsh nima sharoit bor ichkarida? Xo'sh, PlayStation, karaoke, Wi-Fi, tennis, 12 ga 5 Basseyn. basseyn, sauna o'tirli, keyin spalni bitta. Bo'ldi do'stim, o'zing nomeringni qoldirma. Bo'ldi. Nomeringni qoldirma. Do'stlar, haqiqatan dacha ishonchli, sifatli, fayz barakali, manzilga kelib dam olinglar, tavsiya etib qolamiz.